Assalomu alaykum. Meni o'ng oyog'imni bosolmayapman. Shunaqa yomon og'riydiki, doktor tromb bo'lgan deyapti. Operatsiyaga rozi bo'lmadim. Operatsiyaga rozi bo'lmaganingiz sizni yutug'ingiz. Chunki kelasiz, mana asalari chaqtirib muolaja qilamiz. Har bitta kurs muolajada trombni foizini tekshirib turasiz. Avvalgi natijangizda tursin, mana asalari muolaja olgandan keyingi natijalarni ham solishtirib borasiz. Sizni aytishingiz mumkin, sizni tajribangizda bu kabi bemorlar kelganmi, natija bo'lganmi? Albatta kelgan. Bir akamiz kelganda, shu bir bemorlarimizni ichidagi bo'ladigan holat. 9 yil mobaynida asalarim o'sha doktor taraflama muolaja olib 26% yo'qolgan. Har 3 oyda muolaja olish jarayonida. Keldi, bir kurs muolaja oldi. Bir kurs muolajada, asalari muolajada 11% yo'qolgan tromb. Ikkinchi kurs muolajaga kelganda oyog'ini g'ijimlasangiz ham umuman og'ritmaydigan holatga keldi. Birinchi kurs muolajada oyog'ini qayeriga o'sha nuqtalarni ko'rib, qayeriga ari qo'yishlikni ko'ramsak, dod ushamang, og'riyapti, azob beryapti deb turardi. Ikkinchi kursda umuman og'riq yo'qoldi. G'ijimlasangiz ham og'rimaydi, ursangiz ham og'rimaydi oyog'i. Mana shu darajaga kelgan. Shuning uchun aytamiz, bemalol kelib, xudo xolasa bugunni ertaga qo'ymasdan keling. Asalari oling siz. Mana xudo xolasa o'zingiz xursand bo'lasiz. Yurgan ekanman vaqtimni o'tkazib. Buni asalari muolajasining bitta zo'r tarafi, mana shu oyog'ingizda tromb bor-ku, yuragingizga yetib borish xavfi bo'lmaydi. Xudo xolasa bexavotir bo'ladi. Mana shu tarafi yutug'i zo'r sizga. Keyin ana o'sha azoblari ham, agar sizda ham o'sha oyoqlar yo'q bo'lib qolish holati bo'lsa, o'sha narsalar bo'lmaydi. O'tib ketadi o'sha narsalar. Ana har bitta kurs muolajada bitta tekshiruvdan o'tasiz. Shu holatingizga qarab kurs muolaja qilib beramiz. Inshaalloh bu darddan to'liq tuzalib ketasiz. Kimda shu kabi kasalligi bo'lsa, tromb bo'lsa, bexavotir kelishsin. Inshaalloh davo topadi. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani musiqa san'at maktabi ro'parasida. Telefon nomerimiz 90lik 567 35 57. Umrbek tabib Zalayining YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Doim salomat bo'linglar, dard ko'rmanglar.